bugun eshitgan xabardan hayratlandim. Alifbo o'zgararmish. Nega? Kimga qanday foydasi bor buning? Bolalarning savodi oshib qolarkanmi? O'zbekiston rivojlanib ketarkanmi? O'zimizdan chiqadigan mahsulotni o'zimiz chet el narxida emas, arzonroqqa sotib olarkanmizmi? Hayotimiz farovonlasharkanmi? Qishloqlarda elektr toki, gaz degan sivilizatsiyaga aloqador nimalardir paydo bo'larkanmi? Kimga qanday foydasi bor buning? 2 asrda 4 marta alifboning o'zgarishi. Xo'p, o'zgardi ham deylik. Hali dunyo ko'rmagan olimlarimizning miyasiga kelib qolgan fikr bilan necha qayta o'zgarishi bor. Yanada sifatsizroq qog'ozda, yanada qimmatroqqa chiqadimi? Shu shapkali neni o'qiydigan avlod shapkasiz neni o'qiy qolsa nima bo'lardi? Savodiga chiqarmidi yoki butkul savodsiz bo'lib qolarmidi? Biz shu nening shapkasizini o'qidik. Keyingi hayotimizga qanchalik ta'sir ko'rsatdi bu? Kimga qanday foydasi bor buning? Men shaharning o'rtasidan qishloqqa kelin bo'lib tushgan ayolman. Qishloqdan chiqqan ziyolilardan uzr so'ragan holda aytamanki, qishloqdagi aksari odamlar bolasini o'qib olim bo'lib ketishi uchun emas, shunchaki savod chiqarish, matematik amallarni o'rganish, ertaga ro'zg'or boqayotganida hisob-kitobda adashmaslik uchun maktabga yuboradi. Qo'shnimizning 4 ta bolasi bor. Kattalari 7-8 sinfda o'qiydi. Kichik bolasi endi maktabga boradi. Siz chiqargan yangi alifboni o'qiydigan avlod u. Lekin mana shu bola qishda o'tin pechkada isitiladigan uyda yashaydi. Ota-onasi kuni bo'yi dalada. 7-sinfda o'qiydigan opasi ham kaftikkina yeriga ekib qo'yilgan ekin bilan mashg'ul. Qishda muzlab ketadigan uyda yashab, kichik joniga necha dori-darmon, antibiotiklar oldi. Bugun ukol oladi, ertaga yana o'sha zax uyda yana shamollaydi. Shu bolaga yangi alifbo bilan yaxshilik qilguncha qishloqlarda elektr toki, gaz, issiq suv tashabbusi bilan chiqing, shu bilan yaxshilik qiling. Yangi alifbo sharofati bilan to'lib qoladigan kistangiz bo'lsa, qalbingiz odamlarning duosi, kichik bolalarning sog' joni bilan to'lsin. Siz shunchalar ahamiyatli odamdirsizki, alifboni o'zgartiryapsiz. Bundan o'zingizdan boshqa hech kimga foyda yo'q. Nari borsa yaqinlaringizga tegar, u ham bo'lsa qiladigan daromadingizdan. Respublikadagi boshqa ahamiyatli odamlar, narx-navoga ham bir qaranglar. Odamlar maoshini yeb ichishiga ham yetkaza olmayapti-ku. Shuncha sarf xarajat qilib kitoblarni o'zgartirib, alifboni o'zgartirishdan kimga nima naf?